Xayrli kun dasturi davom etadi azizlar. Yoshlar kuni yana bir bor barchangizga muborak bo'lsin. Siz ko'rsatuvimizning bayramga bag'ishlangan maxsus sonini tomosha qilyapsiz. Qayd etib o'tganimizdek, bugun yoshlarimiz turli yo'nalishlarda, xususan xorijiy oliygohlarda ham katta muvaffaqiyatlarni qozonib, o'zlarining yutuqlari bilan barchaga o'rnak bo'lishmoqda. Ular qatorida bizning yosh ustoz va murabbiylarimiz ham borki, ularning tajribasi ta'lim taraqqiyotida muhim rol o'ynamoqda. Ana shunday ustozlarimizdan biri ko'rsatuvimizning navbatdagi mehmoni. O'zbekiston tumanidagi 67-maktabning informatika fani o'qituvchisi Ravshanbek Rahmonov xayrli kunning aziz mehmoni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Ravshanbek aka. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Yoshlar kuni muborak bo'lsin deymiz. Rahmat. Yoshlar kuni bayrami nafaqat yoshlarni, balki menimcha ustozlarning ham bayrami, chunki ta'lim bor ekan, bu bayram menimcha har birimizga taalluqli bo'ladi. Endi menga muharrirlarimiz siz haqingizda ma'lumotlarni taqdim etishganida, mana Koreya, Janubiy Koreyada malaka oshirib qaytganingizni so'zlashdi. Undan avval men bilmoqchi edim, informatika sohasining hayotimizdagi muhimligini nimalarda ko'rasiz? Informatika sohamiz hozirgi kunda eng zamonaviy sohalardan biri hisoblanadi. Hozir har qayerda shu informatika soha keng qo'llanilyapti. Buni informatika sohasi kirib kelmagan sohani menimcha uchratishimiz qiyin. Chunki har sohada bu hozirgi kunda hammamiz xabarimiz bor, raqamli iqtisodiyotga bosh o'tilyapti. Bunda o'sha bu har sohada, ta'lim sohasida ishlab chiqarish, jamiki qanday soha bo'lsa, bu soha kirib kelyapti. Xususan ta'lim sohamizda ham bu raqamlashtirish juda rivojlangan. Hozirgi kunda oldingi nimalarga ko'ra ancha tubda farq qiladi ta'lim sohasida ham. Mana o'zingiz bu soha taraqqiyotini nimalarda ko'rasiz? Mana informatikani o'rganishni boshlagan paytingiz endi baribir o'quvchilik yillaringizga to'g'ri keladi menimcha. Va bugun esa juda tezlashib ketdi. Tezlashib ketdi. Hozir bugungi ma'lumotim ertangiga to'g'ri kelmay qolyapti. Shiddat bilan rivojlanib boryapti. Bu soha bo'yicha bu sohani men 100% bilaman deydigan insonni uchratish qiyin. Chunki yangilanib boryapti-da. Har kuni yangilik. Mana endi O'zbekiston tumani viloyatimizga nisbatan chekkaroq tuman. Lekin tumanda bugun maktablarimizni mana shu informatikani o'qitish, bu borada mana kompyuter texnik manbalarimizning yetarliligi qay darajada? Yetarliligi a'lo darajada. Hamma o'sha qalarimiz maktablarimiz zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlangan, internet tarmog'iga ulangan. Har bitta maktabda kamida 3 ta 4 ta yoki o'zi kattaroq maktab bo'lsa, undan ham ko'p o'sha Wi-Fi qurilmalarimiz mavjud. O'shalar yordamida endi chunki bularni qilmasa ham iloji yo'q, chunki ta'limni raqamlashga o'tgan. Oddiy o'sha jurnallarda ham oldingidaqa qog'oz jurnallar yo'q. O'sha sayti bor, e-maktab degan sayt bor. O'shandan o'sha ustozlarimiz kirib o'shanda bog'ib qo'yishadi. Ya'ni bularda shaffoflik shunda ko'rinadi. Bunda o'sha o'quvchilarimizga alohida o'sha sinf rahbari tomonidan login parollar berilgan. Bemalol o'sha masalan bugungi fandan qanday baho oldi, qanday anaqa bo'ldi yoki bo'lmasa oraliq nazoratlar bo'ladi. Shulardan bemalol ko'rib bilib olish mumkin-da. Oldin masalan bizni jurnallarda bo'lsa, chora chiqsa, tabir yozsa bilardik. O'shani endi hozir o'sha raqamliga o'tib bemalol uni oldindan ko'rib, masalan, qaysi fanni qancha o'zlashtiryapti, qanaqa bo'ladi, choraklarda ham, yillarda ham bemalol shaffoflik yaratilgan, adolatli tizim yaratilgan. Bu yerda o'qituvchi bilan kelishib baho qo'yishning yo'q, unaqa imkoniyati yo'q. Ravshanbek aka mana karantin davrini boshdan o'tkazdi butun dunyo. Mana shu paytda kompyuter texnologiyalari, informatikaning o'rni hayotimizda ko'proq sezildi. Dars jarayonlari mana onlayn rejimga o'tkazildi. Buni yaxshi tomonlari ham bor ekan. Nimalarda ko'rasiz? Demak, bugun uyda ta'lim olish ham joriy etilyapti, ayniqsa xorijiy tillar masalasida. Bu ko'proq foydalimi? Kelajak uchun aytaylik, kasblarning yo'qolib ketishiga zamin yaratmaydimi sizningcha? Albatta foydali deb o'ylayman. Endi hozirgi kunda masofaviy ta'lim ham chiqqan. Endi bularda afzallik tomoni, masalan, o'quvchi xohlagan payti o'shandan kirib o'rganish mumkin-da. Faqat bunga o'sha internet, keyin o'sha qurilma bo'lsa bo'ldi. Xohlagan paytda kirib bemalol o'sha masofaviy ta'lim olishi mumkin. Endi bu yerda
O'zbekiston sharoitida emas, balki o'sha chet davlatlarda ham bemalol shu masofali platformalar yaratilgan. Shular orqali bemalol o'rganishlari mumkin. Ana Janubiy Koreyada malaka oshirib qaytdingiz. Dunyoning eng raqamlashgan mamlakati, juda ham ko'pchilikni orzusi bu yerda ta'sir bo'lish va o'zbek diasporasi mana bu yerda ko'p. Qanday ishtirok etdingiz bu yerda? Nimalarni o'rgandingiz va menimcha o'zingizni bir kamchiliklaringizni ham kuzatingiz shu yerda. Albatta. Qanday ishtirok etdingiz bu amaliy tajriba? Bu Janubiy Koreyaga borishimizdan saralash bo'ldi. Bu saralash bizda hammamiz bilamiz, toifa nimalar bor. Attestatsiya pedagoglar attestatsiya jarayoni bor. O'sha jarayonda biz o'sha yuqori ball to'plaganimiz uchun o'shandan olindi. Keyin o'sha bizda erishgan yutuqlarimiz yana boshqa, keyin o'sha o'quvchilarimiz erishgan yutuqlari, olimpiadalari shu bo'yicha saralab olindi. Menga o'sha telefon qilishdi, vazirlikdan shunaqa Janubiy Koreyaga malaka oshirishga yubormoqchimiz. Endi hozir bu degan siz borasiz emas deyishdi, saralash bo'ladi. Balki sizni viloyatingizda 50 tadir, 60 tadir shular ichida saralashlardan o'tib turib, agar nasib qilsa birga boramiz deb shuni qo'ng'iroq qilishdi. Men bundan to'g'risi kutmagandim. Mana hozir aytib o'tdingiz, bizni tuman eng chekkada joylashgan tuman. Endi bizning qishlog'imiz ham chekkaroqda. O'sha tuman markazidan 7-8 kilometr uzoqlikda joylashgan. Keyin to'g'risi bularga ishonmadim. Keyin o'sha o'zimiz akta bo'limimizga bog'landim. Shunaqa deyishadi. Ha, to'g'ri bu loyiha bo'yicha men xabarim bor. Shunaqa bo'lyapti deyishdi. Keyin shu bilan hujjatlar berdik, o'sha erishilgan yutuqlarni berdik. Keyin bu narsani alohida aytish kerak, bu narsa vazirimizda, Maktabgacha maktab ta'lim vazirimiz shaxsan tashabbuslari bilan bo'ldi. Bu narsa oldin Toshkent shahar borilgan ekan, biz to'g'risi bilmasdik. Bu yildan shu viloyatlardan ham qo'shildi. Ya'ni har bitta viloyatdan bittadan jami 14 informatik o'qituvchi bordi, keyin bitta vazirlikdan bitta koordinator borib bizni olib borib kelishdi. Bu narsada o'sha vazirimizga alohida o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Bu bo'yicha o'sha biz endi ilk qaldirg'ochlar bo'ldik desak adashmaymiz-da, chunki ilk bor o'sha viloyatlarda tatbiq qilindi bu narsa. Nimalarni o'rgandingiz bu yerda? Mana endi bu yerda qanday yangiliklarni ko'rdingiz? O'rgangan narsalarimiz asosan bu kilik treyning program loyihasi hisoblanadi. Bu o'sha Seul, ya'ni Janubiy Koreyaning poytaxti Seul bilan Toshkent o'rtasida qilingan shartnoma orqasidan bordik. U yerda biz asosan o'sha raqamli ta'limda qay darajada rivojlanganligi, keyin sun'iy intellektdan ta'limda qanday foydalanganligi, keyin o'sha robotik texnika vositalaridan o'sha darslarda qanday foydalanish, shularda o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib o'sha darslarda ishtirok etib keldik. Nimalar ko'proq sizning e'tiboringizni tortdi mana Koreyada informatika taraqqiyoti? Informatikada endi to'g'risi u yerda biz 10 kun bo'lgan bo'lsak, har kuni shu meni lol qoldirdi. Har kuni yangicha maktablarga boramiz. U yerda imkoniyatlar, o'sha foydalanayotgan dasturlari, programmalari, sun'iy intellektlardan foydalanishi to'g'risi meni har kuni lol qoldirdi. Shularni yaxshi o'rganib, o'sha yerda xudo xolasa o'sha o'zimizning yurtimizda ham O'zbekistonga borib ham viloyatda o'sha darslarda qo'llayman, shu o'rganib kelgan narsalarimni albatta o'sha o'qituvchilarimizga yetkazaman deb o'zimda o'sha yerda maqsad bo'ldi. Mana endi Ravshanbek shu ma'noda mamlakatimizda, xususan viloyatimizda ham mana shu raqamli taraqqiyotni tezlashtirish uchun, maktablarimizda mana shu sohani taraqqiy ettirish uchun nimalarni ishga solishimiz kerak? Bizda imkoniyatlar yetarlimi? Albatta. Hozircha endi bizda imkoniyatlarimiz yetarli. Hozir mana aytilyapti, hozir maktab ta'limida ham o'sha raqamlashganga o'tildi. Hozir masalan, oddiy mana jurnalda aytdim, keyingi bo'limi masalan shahodatnomalar ham hozir mana onlayn tartibga o'tilgan. Onlayn tartibda biz o'sha saytidan baholarni kiritamiz. Biz o'sha chop qilganimizdan keyin o'quvchilarimiz bemalol u yerga bergan sarson bo'lmasdan turib o'sha oddiy pasportlarni danalarni kiritib bemalol yuklab olishlari mumkin. Yoki bo'lmasam boshqa joylarda birorta o'qishga topshirish jarayonlarida ham o'sha integratsiya qilingan saytlar bilan bemalol o'shani ma'lumotlarni topib ko'rish mumkin. Lekin demoqchimanki, qog'ozni ko'tarib yurish
narsa qolyapti-da endi hozirgi kunda hamma yoq raqamlarga o'tilyapti. Rahmat aytamiz Ravshan aka, juda ham xursand bo'ldik. Bugun nafaqat yoshlar, ustozlarimiz ham mana xalqaro darajada tajriba oshirishi, bilim o'rganish uchun imkoniyatlar eshigi ochilyapti. Menimcha bu bilan to'xtalib qolmaysiz, yana davom etadi. Hozir yana bu Yevropaga ham yana nima qilish, Xudo xolasa chiqish imkoniyatimiz bor. O'sha yerda aytishdi. Hozir mana o'sha yerda o'rganib kelganlarimizni onlayn darslar, seminarlar Xudo xolasa tashkillashtiryapmiz. Hozir faqat endi o'qituvchilarimiz damdalik uchun tashkillashtirib bo'lmayapti. Endi Xudo xolasa yildan hammalari maktabga qaytishadi. Shularda keyin birinchi o'rinda viloyatimiz har bir tumanlardan chaqirib, shularda o'rganib kelgan narsalarimiz albatta endi u yerdagi narsalar bizga omonat sifatida berildi. Bularni albatta yetkazishimiz kerak. Chunki bizni birdan bir talabimiz ham shu. Biz shunchalik qanchalik faol bo'lib, ma'lumotlarni yetkazsak, bizni yana o'sha keyingi bo'limiz Yevropaga borish imkoniyatimiz ham unchalik oshadi. Rahmat. Bugun mana muhim kunda, yoshlar kunida suhbatlashdik. Menimcha biz yoshlarimizga mana shu sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalarda bir faoliyatini ko'rayotgan o'g'il qizlar bo'lsa, menimcha ularga bir tajriba bo'ldi. Kelgusida ular ham bundan foydalanishadi degan umiddamiz. Bayram munosabati bilan yoshlarga, o'quvchilaringizga, O'zbekiston tumanidagi o'g'il qizlarga mana niyatlaringiz bo'lsa, aytib o'tishingiz mumkin. Barchani bugungi yoshlar kuni bilan yoshlarimizni, hammalarini, Farg'ona o'quvchilarini, O'zbekiston tumanidagi o'quvchilarni hammalarini bugungi bayram bilan chin qalbim bilan tabriklayman. O'qishsin, izlanishsin, to'xtab qolishmasin. Hozir mana dam ekan, kanukul ekan deb to'xtab qolmasdan kurslarga, to'garaklarga borib, bu yerda o'sha vaqtlarni mazmunli o'tkazishadi degan umiddaman. Bayramlar muborak bo'lsin hammalarini, yoshlarimizdan. Rahmat. Sizga ham bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Mana shu yutuqlaringiz bardavom bo'lsin deymiz. Yoshlarni tarbiyalashdan aslo charchamang. Rahmat. Fursatımizga yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat. Azizlar, dasturimizning navbatdagi mehmoni O'zbekiston tumanidagi 67-maktabning informatika fani o'qituvchisi Ravshanbek Rahmonov bo'ldi.